Mana aynan bugungi video obzorimizda sizga gapirib bermoqchi bo'lgan suv nasosimizning tashqi ko'rinishi. Bu nasosning o'ziga hali to'xtalamiz. Hozir esa bu nasos nega aynan basseynning yuragi hisoblanishi haqida sizga bir qancha sabablarni keltirib beraman. Demak, birinchi fakt, ya'ni birinchi sabab, truba yoki quvur ichidagi havo aralashgan suvni ham bemalol torta olganligi uchun. Chunki bu nasos xuddi jet suv nasosi kabi krilchatkalari oddiy nasosga qaraganda katta. Ikkinchi sababi, basseyn ichidagi suvni filtrlash tizimi uchun mosligi. Ana endi texnik xususiyatlari haqida gaplashsak ham bo'ladi. Ishlash kuchlanishi 220 volt, quvvati esa 250 wattdan 2200 wattgacha bo'ladi. Ularni suvni aylantirib berish tezligi daqiqasiga 195 litrdan 420 litrgacha bo'ladi. Maksimal napori esa 7 metrdan 16 metrgacha. Oboroti, ya'ni suv nasoslarining motor oboroti esa 2850 marta. Bu ham daqiqasiga. Ularning kirish va chiqish, ya'ni 7 xil modelning kirish va chiqish quvurlarining diametri 50 mm. Albatta, ushbu suv nasosga kompaniyamiz tomonidan 12 oy rasmiy kafolat berilgan.